Men To'ychiyev Yaxshiboy nafaqadaman, shu Zafarod eski Oktyabr hududida 78-yildan beri yashayman. Men 50 yillar davomida mana shu qishloq xo'jaligida yuribman, lekin bunaqangi paxta bo'lganini ko'rmaganman. Bunaqangi paxta bo'lganini ko'rmaganman men. Mana shunday paxta, mana shu kartada 5 qo'lda bilganman, Rapon rais paytda kartalarni chillik qilib aylantirmaganman, lekin shunaqangi kartani ko'rmaganman men. Shunaqangi hosildor dalani. Buning uchun albatta yurtboshimizga katta rahmat deymiz. Hozir mana shu yangi texnologiya bo'yicha kapelni 3 marta, 4 marta kapeldan dorilar jo'natyapti. Shundan gerbitsidlardan shu bilan jo'natadi. Paxtada o'tan bo'lmaydi boshqa nima. Faqat hosil bo'ladi. Hosildorlik bu 70-80 sentner. Bizlarda shu 25 bo'lardi, sal 3-4 sentner sal o'joqroq bo'lardi, to'g'risi endi. Ana shuning uchun Allohga shukr qilishimiz kerakki, mana shu hurmatli yurtboshimizning mana shunday yangi texnologiyalar qiziqib, elni nima qilib jalb etib, elni jalb etganda nima? Elning nimasi uchun? Yaxshi yashash uchun. Mana shunday nimalarni qilyaptiki, unga qoyil qolish kerak.